Xo'p, qara, hozir sen parkovkaga kelgan bo'lishing kerak. To'g'ringda eskalator ko'ryapsanmi? Aha, ko'raman eskalatorni. Xo'p, endi hozir sen shunga o'tirganda katta trassa 4-yo'lga borishing kerak. Mayli, xo'p, boraman. O'zi voshye birinchidan qanaqa bitta siz bilan kompas orqali gaplashyapmiz? Man nima sanga 3 ta stak olmos berdim. Mana shunaqa menga ko'p savollar berishing uchunmi bo'pti, yetganishim qiyin bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, yetganishingizni qilaman. Hammaga salom do'stlar, mana ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun mani kunim qanaqadir sal g'alatiroq boshlandi-da, to'g'risini aytsam. Menga ertalab soat 5 da telefon qilishdi, qanaqadir sal g'alatiroq ovoz bilan aytishdi. Bizga sani yordaming kerak deb. Keyin men aytdim, "Men kompotman, qanaqa yordamim kerak?" aytsam, "Bizga san ko'proq tosh qazib berishing kerak" deyishdi. Men aytdim, "Qanaqa toshni tushunmadim." Desam, menga keyin bizga yaxshiroq eskalatorshik kerak deyishdi. Keyin men aytdim, "Qanaqa eskalatorshik? Men eskalatorshik emasman u" deb. Keyin menga kuryerdan 3 ta stak olmos chiqarib olishdi bolalar, qaranglar. Keyin men ko'p savol bermasdan, bo'ldi, sizga tosh kerakmi? Men sizga o'zim o'sha toshni topib beraman" dedim. Chunki 3 ta stak olmos bu kam emas-da, qaranglar qanchaligini. Hozir endi meni mana shunaqa ekskavator oldiga olib kelishdi. Yana menga qanaqadir kompas berishdi. Shu orqali men bilan gaplashishdi yana bolalar. "Alo, sizlar shu yerdamisizlar? Priyon. Menimcha yo'q, bizga kerak." "Nu, mayli, unda ketdi, biz ham ekskavatorga o'tirib, tosh olib kelgani ketdi. Oho, birinchi marta haydashim buni o'zi, mayli. Haydaymiz, qaranglar bolalar, bu ham ajoyib ekan, lekin sal kichkinaroq ekanmi, bilmayman, mashinaning kattaroq bo'lardi menimcha, oynasi. Bolalar, mana qaranglar, Kompot ekskavator haydayapti. Men yana birinchi marta ekskavator haydashim, o'shanga men tekis usholmayapman. Yana menga olmoslar ham berishdi bolalar, to'g'rimi? Men yana tekshirib oldim buni, olmos rostakasmlikmi yoki yo'qmi deb tekshirib olsam, bu rostakasmlik olmos ekan bolalar, qaranglar. Men endi u odamning boshida qanaqa narsalar bor bilmayman, lekin mayli, men o'zim o'sha toshlarni olib kelib beraman. Yana biza hozir borib qanaqadir toni qazishimiz kerak ekanmi, tushunmadimman. Mayli, zato menga pul berishdi-yu, shunga olmoslardan qaranglar qancha berishdi. Men o'zimning o'rtoqlarimni ham chaqirib olmayman, menga qarash boringlar deb. Lekin men haligacha tushunmayapman, nimaga ularga tosh kerak, yana nimaga imенно meni chaqirishdi, boshqa odam emas. Mayli, xo'p, unda hozir biz tez borib o'sha odamga tosh qazib beramiz. Menga yana Minecraft yangi versiyasiga o'tib olishimni aytishdi. Chunki bu Minecraft versiyasida yaqinlashtiradigan narsa yo'q ekan. Eski versiyada esa bor edi. Mayli, xo'p, biz qanaqadir joyga kelyapmizmi, tushunmadim. Qaranglar, qanaqadir stroyka bo'layotgan ekanmi, men bu yerda bilmayman, nimadir qurilyaptimi? To'xtanglar, tushamiz. Nima bo'layotgan ekan endi bu yoqda? Menimcha qurilish bo'lyapti bu yoqda. Mana qanaqadir qizil joy. Menimcha men masjidga kelyaptdim-ku bolalar, to'g'rimi? To'xtanglar, bundoq kelamiz. Menimcha men shu yerga kelyaptim. "Ey, ajoyibroq odam, shu yerdamisiz? Men tikib qoldim." Birinchidan men ajoyibroq odam demaginsan. Yana sen o'sha qizil dumaloli joyga keldingmi? Aha, men shu yerga keldim. Unda sen tez shu yerni qazigin, tushundingmi? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mayli, xo'p, kelishib oldik. Obbo, qanaqa men bilan kompas orqali gaplashyapti? Haligacha tushunmayapman-da boru. Mayli, xo'p, unda biz hozir masjid qazishimiz kerak ekan. Men to'g'ri kelman bu yoqqa. Hop, bu yoqda nima bor ekan o'zi? Bu yoqda kirka bor ekan, lopata bor ekan. Mana bu yerda yana ovqat ham bor ekan. Yana mana bu fakelmi, nima bu? Fakel bor ekan. O'zi boribchi. Mana bunaqa kirka bilan anaqa qila qolaylik. Men endi ekskavator haydashni bilmayman, bolalar, to'g'rimi? Yoki bitta qilib ko'ramiz ham qaniychi? Bitta haydab ko'ramiz, balki bunda tezroq bo'lar. Xo'p, bundoq o'tamiz. Hop, bolalar, endi ketdi. Qanicha kelamiz. Qaranglar, mamutlarni uj buzishni boshlayapti. Vau, bolalar, qaranglar. Men bilar ekanman ekskavator haydashni. Qaranglar, men chotga kirdim mamutga. Bo'ldi, unda mana shunaqa qilib buzamiz unda bu yoqni. Men hayda olmayman deb o'ylasam, qaranglar, men voshye hammadan ham zo'r men haydar ekanman buni o'zi, qaranglar.
Hop, bundoq qilib o'zimizga borib fakil qilib qo'ysam bo'larkan. Yana Mamitga ham yo'g'ri bo'lib turishi. Chunki endi qorong'i bo'lsa g'alati-da, ko'rinmay qolishi mumkin nimadir. Hop, mayli, mashqqa o'tamiz, yuraveramiz. Balki qayergadir chiqib kelardirman hozir. Hop, давайте. Tushunmadim bolalar, men qayerdadir yorug'lik ko'ryapman. To'xtanglarchi. Fakil to'xtanglar bu yerga qo'yamiz ekanman. Hop, mana bu yerda ochamiz deb, endi mana bu yerga fakil qo'yib, mana bu yerda bundoq o'tib olamiz. Vau, bolalar, qaranglar, mana bu yerda anaqa olmoslar bor ekan, qaranglar. Olmoslar bor ekan bu yerda. Vau, judayam ko'p ekan. To'xtanglar, ani kompasim mani titrab kelgandi. Bor, kompas topib kelib olayman telefon qilishga. Xo'p, qani mani kompasim? Xo'p, qani to'xtanglar, birinchi mana bundan olaylik, qorong' ochib ketdi. Mana ekan mani kompasim. Xo'p. Alo, ajoyib bir odam, shu yerdamisiz? Voy, uzr, menga unaqa demagan deyishgandi-yu. Aka, alo, siz shu yerdamisiz? Va men bunaqa olmosli joy topib oldim. Nima qilayman buni? Nima, menga bunaqa olmoslik kerak emas. Kerak bo'lsa o'zingga olib qol. Menga faqat tosh kerak, tushundingmi? Bo'ldi. Xo'p, unda faqat toshni olaman. Unda kelinglar bilan nima hammasini o'zimga ola qoling. Menga nima? Menga almaslar kerak. Bunaqa almaslar bular judayam qimmat turadi. Hammasini o'zim bilan birga olaman. Men sandiqdan nima ekan? Voy, tushunmadim, nima banglatayotganlarmi bular? Voy, men qanaqadir ko'p olmoslar bo'ladi deb o'ylagandim. Bu yerda oddiy banglatayotganlar bor ekan. Mayli, xo'p, kelinglar, men bilan yana ozgina olaylik, o'zimizga ko'paytirib. Bu yerda qaranglar, lekin judayam ko'p ekan banglatayotganlar. Hop, lekin menda o'sha olmos ham ko'payishyapti. Qaranglar, menda qancha olmos bor endi. Anaqa olmosli bloklar ham bor menda. Hop, endi nima qilamiz bolalar? Endi qaziyverish kerak. Yani odamga tosh olib kelib berishimiz kerak-ku biza, to'g'rimi? Lekin menda zato olmoslar ko'payyapti. Hop, bu yoqda hech nima yo'q ekan olmoslardan. Hop, endi esa lekin menga bu narsa yo'qyapti. Qaranglar, mana menda endi qancha olmos bor? Menda qaranglar, o'sha ancha buncha bor ekan. Mayli, xo'p. Biz unda kelinglar, banglatayotganlar bilan banglatib ko'ramizmi? Tezroq bo'ladi-yu, menimcha, to'g'rimi bolalar? Hop, kelinglar, men bilan qo'yib turamiz. Hammasini bundoq qo'limizga olamiz. Hop, bundoq qilamiz-da. Tak, bunisini ham. Hop, men qanadir ajoyibroq ekan. Hop, bunisini ham. Ana bo'ldi, oxirgisini ham endi zajigalka olamiz. Hop, qaysi biridan boshlaymiz? Buni ham qorasidanmi yoki nima deysizlar? Bu yerda kelinglar, men bundan kattasidan boshlaymiz. Voh, bola, buni kattaligini qaranglar. Namuncha ko'p ovqat yegansan, sen voy katta ekansan-u. Men bilan solishtirsanglar, qaranglar, katta ekan. Voy, to'xtanglar, men voy bilmasdan bosib qochish kerak bu yerda. Oy, qochib ketishga ulgurmadim. Mayli, xo'p, boshqatdan tirilamiz. Hop, to'xtanglar, kelamiz. Men o'lib qoldim-u. Mayli, xo'p, ekskavatorga tegmaganmikan? Yo'q, ekskavatorga tegmabdi. Voy, bolalar, voy, almaslar yo'q bo'lib qoldi-yu. Voy, birinchi bo'lib olmoslarni olishim kerak edi. Voy, yo'q, nimaga miyamni ishlatmadim? Endi bo'ldi, hammasi yo'q bo'lib qoldi, qaranglar. Lekin bu yerdan qaranglar, qanaqa ajoyib tosh tushar ekan, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Mana ekan deylik, menga mashqdan olgin deyishdi. Bu yerdan qanaqadir ajoyibroq toshlar tushar ekan. Vau, tekis ekan, lekin ikkalasini solishtiringlar. Mayli, xo'p, unda kelinglar, endi ma'marsini banglatamiz. Bu lekin kichkinaroq ekan unga qaraganda. Hop, voy, yo'lni qochamiz. Yo'q, qochib ketmoqchi bo'ldim, chiqolmadim men bu yerga. Mayli, xo'p, yana qaytamiz. Vau, qaranglar, lekin bu kattalashib turibdi, mana bunaqa teshuvni. Hop, mayli, kelinglar, endi mana buni banglatamiz. Bu qanaqa bo'larkan? Nima o'ylaysiz? Bo'ldi, endi bu yoqda qochamiz. Tegish kerak emas menga bu yoqda hozir. Ay, yo'q, ozgina tegdi. Mayli, xo'p, hech nima qilmaydi. Vau, qaranglar, lekin bu ham chiroyli ekan-a. Menga yoqdi. Mayli, xo'p, kelinglar, yondiramizmi buni? Yoki olmaslarni yondiramizmi? Oy, yo'q, hech nimani yondirish kerak emas. Mayli. Xo'p, kelinglar, endi mana tekshirib ko'ramiz. Xo'p, o'chiramiz. Hop, ketdimi? Bosamiz. Oy, bo'ldi. Nima qilyapsan sen? Nimalar qilyapsan? Men o'ldirib yuborishingga sal qoldi-yu. To'xtanglar. Bu nima bo'ldi endi? Hech nima bo'lmadimi? Voy, yonib ketyapman, mana bo'ldi, ketdi. Tushunmadim, nima bo'ldi endi? Menimcha hech nima bo'lmadi. Xo'p, kelinglar, endi unaqa endirli banglatayotganini banglatamiz. Hop, bosdik. Tushunmadim, men qanaqadir ovoz eshitdim-ku, lekin mayli, menimcha hech nima bo'lmadi bu yerda, lekin menimcha mayli, menda yana mana bunaqa banglatayotgan bor. Hop, qanicha qo'yamiz. Hop, tayyormisizlar bolalar? Oppa, ana boshlandi, nimadirlar bo'lyapti.
Hop, nima bo'lar ekan? Oppa, mana bang'illadi bu ham. Hop, tepasi tushib ketmasmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Yo, tushib ketmasa kerak. Hop, manda yana man bilan ham bor. Hali manda bang'illatadigan judayam ko'p ekan bolalar. Hop, kelinglar, mana yerga fakil qo'yib qo'yamiz-da, qorong'i bo'lmasligi. Vau, bu ajoyibroq ekan-a, lekin qanaqadir mayli, hop. Vau, men qochib ketishga ham ulgurmadim. Yomon ekan, lekin u bang'illatadigan. Bittada bang'illab ketarkan. Mayli, mayli. Hop. Mayli, ehtiyot bo'lish kerak ekan uni bang'illatayotganda. Vau, bolalar qaranglar, bunda kichkina ko'p mana bunaqa bang'illatadiganlar bor ekan, mayda-maydalaridan. Hop, buni bang'illatib ko'rsak nima bo'larkin bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Hop, boshladik. To'xtanglar, nimadirlar bo'lyapti. Tushunmadim. To'xtanglar, nimadirlar buzilib ketyapti. Mayli, unchalik yomon ham bo'lgani yo'q, lekin mayli, xo'p. Bizda yana mana unchalik yomon bang'illamabdi. Mana shu yerda ham bang'illatib yuborish kerak. Hop, mana shuni qo'yamiz. Hop, mana buni yondiramiz. Qani ichi nima bo'larkan ko'ramiz. Hop, oppa. Ana bo'ldi, unchalik nimadir yomon narsa ham bo'lgani yo'q. Hop, mayli, bizda yana mana bunaqa ajoyib bor ekan, qaranglar. Bu qanday bang'illarkan? Bu soatli ekan-u. Qaranglar, mana bu yerda soat bor ekan buni. Mayli, xo'p. Ajoyib ekan bu ham. Uni mana ishdan turib bang'illatamizmi? Mayli, bang'illadi, lekin unchalik yomon bang'illamadi. Kelinglar, ovqat yeb olamiz. Hop, bo'ldi. Endi bizda mana bunaqasi qoldi. Bu qanaqadir so'rovli anaqasi bor ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa bang'illarkan? Tushunmadim. Bo'ldi, tushundim. Bu mana bunaqa o'zi tanlab berar ekan, qanaqa bang'illatadigan va anaqa bo'lish. Biz buni anaqa qilgan desanglardan bolalar yonadi hozir, bu qaranglar. Mana bunaqa yonadi, qarab turinglar. Hozir boshlanadi. Mana bu yerga olib. Bo'ldi, qochib ketishga ham ulgurmadi. Bo'ldi, bizda bang'illatadigan ham qolmadi. Ko'rasizlar, hamma yoq yonib ketdi aytadimi? Men yonib ketadi bu yoqlar hamma yog'i deb. Hop, mayli, men unda tezroq o'zimni ishimni tugatib uyimga keta qolay. Yomon charchadim mana. Hop, tezroq hamma toshlarni olamiz. Yana men qanaqadir bang'illatadiganlik xazina topib oldimmi bilmayman. Agar hamma xazinalar izumrudli, olmosli, pulli, tillali bo'lsa, men esa bang'illatadiganlik topib oldim. Ajoyib. Mayli, xo'p, bunda men ekskavator mana bunaqa qazishiga qarab o'tiraman. Bu ham ajoyib bo'lar ekan. Bunga qarab o'tirish chiroyli ekan. Hop, mana shunaqa katta ham qilamiz endi. Shu bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.